3 ana eshigingiz tagidagi zo'r chiqqan. Ha, yakka qatorlab ekganda mana o dalani yakka qatorlab ekishni shunaqa tarbiya bersangiz bo'laveradi. Ha, ha. Plantatsiyada tezroq tayyor bo'lsin, keyinroq shox hisobini olib ekish kerak. Hozir shu yerdan qancha kubot yog'och chiqishi mumkin? Ancha chiqadi. Ancha chiqadi. Endi nima mehnat qildik bunga? Kelib, tomosha qilib ketyapti xolos, suv qo'yyapti xolos. Ay kesib turib, yana yangi o'stirsangiz, 3 yilda yana shuncha yog'och beradigan bo'lsa, nima yaxshisi yo'qda. Конечно. Suv quyish sistemangizni hozir nimasini tushundimki, bizaniki 2 yildan mana bu yerdan suv ichadi xolos-da. Mana bu yerdan. 2 yillik. Lekin o'z solib qo'ygan aytganman sizga. 2 yillik. Bu yerdan suv quymayman mana o'rtadan. Buni birinchi yili ekishdan avval kerak. 2 yondan suv Suv ichsin. ichsin. Ikkinchi yili ham mana uni yondan suv ichsin. Yengil pastga tushishiga to'xtatish kerak. Aha. Keyin mana unga olish kerak suvni. O'sha buni tomirlari uchi bu yoqqa keldi-yu. Aha. Sizda mana uni o'zida ichaversa ham uncha o'sish bo'lmaydi. Ham bunda, ham boshqa boshqa ketish ko'paytirish kerak joyda. Yo'q, buni yaqindan olib kelmaysiz. Ha, yaqin уже olasiz. mana O'sha bu yerda ichsin 2-3 yillar. Ha, ha. Keyin o'sha shu razmeri yetadi o'zi. Mayada oqayotgan, mana daraxt mayada tursa, mayada oqayotgan suv bu yergacha iyda. Bu tomirni uchi nima bo'lar? Bular tomiri bir-biriga yetib